O'zbekistondagi elektromobillarning akasi komfort jihatda esa do'dasi bo'lgan bu avtomashinani bilgan bo'ladi, bilmagan esa mana obzorimda bo'ladi. Qarshingizda Aykar 207. Aykar 207 avtomashinamiz 66 kilovatli batareya bilan jihozlanib 211 ta o't kuchiga ega. Optikasiga kelsak E4 LED va optika, keyin ikkitalik linza bilet optika bilan jihozlangan. Avtomashinamiz shinasi va diskasiga kelsak 20 dyumli lit alyuminiy diskadan ishlov berilib, Land Sail 245 ga 45 portdagi shinalari bilan jihozlangan. Avtomashinamiz orqa qismiga o'zlaringiz baho berishlaringizni xohlab qolaman. Bagajga kelsak elektronniy. Knopkada ochasiz, yopasiz, takja pultda ochsangiz bo'ladi, yopsangiz bo'ladi. Salon ichidan knopkasidan xohlasangiz ochib yopishlaringiz mumkin. Bagajni sig'imi 450 litr ob'yom bagaj. Shtorkalari o'zi bilan birga keladi. Ya'ni siz narsa qo'ysangiz agar orqadan ko'rinmasligi uchun shtorkasini yopib qo'yishlaringiz mumkin. Buferlarda orqa partroniklari, takja oldin partroniklari ham bor. Keyin ko'p kishi so'ragan tizimi ham bor, anti-zajemlение. Ya'ni sizni bolalaringiz o'ynayotgan paytda bagaj yopilib qolsa agar bagaj ham qismaydi, to'rtta oynasi ham qismaydi, undan tashqari panorama lyuki ham qismaydi. Bu xavfsizlik uchun zo'r narsa deb o'ylayman. Aykar 207 avtomashinamizning salon ichki qismiga e'tibor bersak agar, multimediyni elektr usilyonni bitta barmoqda ishlatib bo'ladigan rul, 540 gradus kamera tagi bilan sizga polностью krugovoy obzorni ko'rsatib beradi. Kojasiga kelsak, napa kojadan ishlov berilgan, даже sidenlarida perforatsion sidenlari qilib qo'yilgan. 4 ta sideniyasida ham bor. Abduv, abagrev, ya'ni sideniyani isitish, sovutish tizimi 4 ta sideniyasida ham, ya'ni ikkinchi qatorda ham, orqa qatorda ham mavjud. Undan tashqari avtopilot deysizmi, o'zini saqlash tizimi deysizmi, polosani tutib ketishmi, hamma tizimlari bilan jihozlangan. Ya'ni siz rulni qo'yaverib, gazni qo'yaverib, tormozni qo'yaverib, bitta navigatsiyaga o'zingizni manzilingizni urib qo'ysangiz agar, manzilingizga sog' salomat mashinani o'zi olib borib qo'yadi. Avtomashinamiz salon ichida lishni narsani o'zi yo'q, ya'ni knopkalar, balovatarlar qilib qo'ymaganlar. Mashinani pulti, Aykar, ochish, yopish, mashinani zavod qilish hammasi o'zidan. Keyin ikkinchi dostуп bu NFC karta orqali. Bilasizlar, bunaqa tizim faqat Tesla'da bor. Tesla'ning tizimi shu mashinada joriy qilib qo'yilgan. Беспроводной zaryadnik ham bor. Ya'ni siz telefoningizni qo'ydingiz, simsiz quvvatlab beradi. Undan tashqari беспроводной zaryadnikni bundan oldin minus tomoni nima edi? Mashinada telefoningizni беспроводной zaryadnikka, ya'ni simsiz quvvatlashga qo'ydingizki, telefoningiz isishni boshlardi. O'shani oldini olish uchun охлаждение tizimini qilib qo'ygan. Ya'ni siz telefonni qo'ygan paytingizda, telefoningizning orqa tomonidan, pastki tomonidan охлаждение tizimi ishlab, sizni telefoningizni isishni bartaraf etadi. Bar холодильник sovutish tizimlari bilan birga через konditsioner sovutib beradi. O'zingiz dostupni qo'yasiz, ya'ni ochsangiz ham, yopsangiz ham o'zingiz qo'lingizda. Ya'ni sizga sovuq kerak bo'lsa konditsionerni qo'shib qo'yasiz, sovuq kerak bo'lmasa issiq havda issiq narsa, iliq narsa ichmoqchi bo'lsangiz agar, bemalol konditsionerni yopib qo'ysangiz bo'ladi. Скорость rычaglarga kelsak agar, amerikanskiy stilda qilib qo'ygan, ya'ni siz gitaradan upravlyat qilishingiz mumkin. Ya'ni pamять sideniyasi ham bor aytgancha. Управленияларni ko'rishlaringiz mumkin, kameralarni ko'rishlaringiz mumkin. Подсветка saloni полностью krugovoy. Mashinani salon ichini old qismida ham, orqa qismida ham подсветка salonlari bor. Дальний ближний avtomatik o'zi qiladi mashinani. Undan keyin datchik dajda, datchik sveta narsalari bor. Ya'ni datchik dajda qanday? Yomg'ir yog'ibdi, avtomatik tarzda o'zida dvorniklaringiz ishlaydi. Siz ishlatib o'tirishingiz shart emas. Avtomatik включать qilib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Panorama lyuk e'tibor bersangiz agar, ko'p mashinalarda siz hozir mashinani xarid qildingiz yoki mashinani haydab ketyapsiz, panoramangiz ochiq, ya'ni lyukingiz ochiq desak agar, yomg'ir yog'ishni boshladimi, siz o'zingiz qo'lingiz bilan lyukni yopishingiz kerak, avvora bo'lishingiz kerak. Masalan, lyuk yopilmayaptimi, boshqasimi? Просто так datchik dajdaga yomg'ir, bir tomchi suv shunday tushdimi, сразу avtomatik yana panorama lyukingiz ham yopiladi. Sizni qulayligingiz uchun yaratib qo'yilgan. Datchik dajda, datchik sveta, ikkinchisi datchik svetaga kelsak agar, tunnel tizimigami yoki qorong'ulashyapti yoki yorug'lashyapti. Qorong'ulashayotgan paytingizda faralaringizni o'zi yorug'lik yoki qorong'ulikka qarab avtomatik yoqiladi, o'chadi. Ya'ni siz kunduzgi kunda haydab ketyapsiz, avtomatik o'chadi faralaringiz. Kechqurun haydayapsizmi, avtomatik yonadi o'zi faralaringiz. Siz ham даже shu narsalargacha e'tibor berib qo'yilganki, что siz mashinani haydab ketayotganingizda farani yoqib o'chirishga e'tiboringiz bo'lmasligi uchun komfort qilib qo'yishgan. Qadrdonlar, bilasizlarmi? Короче,
Passajir sideniyasi, oldingi passajir sideniyani o'zi отдельно aytaman. Bo'ladi-ku shunaqa do'stlaringiz oxirigacha orqa olib yana yotib oladiganlarga. O'shalarni borib azob berish uchun yaxshi narsada orqadan turib bemalol sideniyani orqa oldin yotqizib yoki bemalol upravlat qilish mumkin-da. Bu ko'p mashinada yo'q tizim. Bu tizim bu mashinada bo'lishi просто так wow, idealniy variant deb o'ylayman. Undan tashqari kozirokni ham o'zini отдельный temasi bor. Mashinani kozirokini shunday tushirdiz, o'ynachingiz bor, podsetkachiz bor, podsetkani rangini o'zingiz xohlagan rangga o'zgartirishingiz mumkin. Bu ham bir отдельный tema. Ana bunaqa kapitanskiy sideniyada mazza qilib oyoqlarini cho'zib, ota-onalaringiz o'tirsalar-yu, dam olib ketsalar, boshqacha deb o'ylayman. Undan tashqari bellarga massaj urib o'tirsa agar, bu вообще boshqa temada. Ikkinchi qator ham oldingi qatordan qolishmaydi. Nima uchun deganda, podlokotniklaringiz bor, konditsioner orqa deflektorlarigacha qilib qo'yilgan. USB portlari ham bor. Shunday panoramaga qaradingizki, kechqurun yulduzlarni tomosha qilib ketishga вообще besh baho. Atmosferani takoydan berib qo'yadi panoramani o'zi. Keyin ko'p mashinalarda yo'q, faqatgina Mercedes bor tizim. Eshikni shunday yopdingizki, oynangiz avtomatik ko'tariladi. Eshikni shunday ochdingizki, avtomatik yopiladi, ochiladi. Bu tizim просто так mashinaning komforti uchun sizni qulayligingiz uchun qilib qo'yilgan deb hisoblayman. Mashinani o'zida takoy video registratorni zavodskoy bo'lsa agar boshqacha tema. Siz bu mashinani naqd pulga, kredit asosida yoki bo'lib to'lashga, o'z tannarxida bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni naqd pulda kelsangiz, normalligini Ramazon oyi uchun chegirma qilib beramiz. Kreditga olsangiz, o'sha chegirmani qilib, yana sizga qulaylik tomonlarini aytib o'tamiz. Bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lsangiz agar, bo'lib to'lashga o'sha o'z tannarxini teng yarmini to'lov qilib, qolgan teng yarmini 2 yilgacha 1 so'm qo'shmasdan to'lov qilib kelasiz. Chista haloli faqat Avtocentr Buxoro avtosalonida. Kimga ma'lumotlar qiziq bo'lsa agar, pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.